Huquqbuzarliklarni oldini olish va ularni takror sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tashabbusi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent tuman sudi tergov sudyalari hamkorligida Navoiy chegara bojxona postida sayyor sud majlisi tashkil etildi. Sayyor sudda mazkur post orqali tovar moddiy boyliklarini noqonuniy olib o'tishga uringan shaxslarga nisbatan yuritilgan 50 dan ortiq turdagi bojxona qoidabuzarliklari bilan bog'liq ma'muriy ishlar fuqarolar ishtirokida ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Bugun Navoiy chegara bojxona postida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent tuman sudi tomonidan sayyor sud bo'lib o'tdi. Bu sudda qatnashdim. Bunga sabab bundan bir oycha oldin Navoiy chegara bojxona postidan belgilangan tartibda buzgan holda dori vositalarini olib kirganman. Hozirda sud tomonidan ishim ko'rib chiqildi. Sudda huquqbuzar sifatida qatnashdim. Sud tomonidan barcha qonunda belgilangan me'yorlari tushuntirib o'tildi. Qilgan ishimdan afsuslanaman. Endi bundan keyin chegara bojxona postidan harakatlanayotganimda shu belgilangan tartibda buzmagan holda harakat qilaman. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent tuman sudi bilan hamkorlikda Navoiy chegara bojxona postida sayyor sud tashkil etildi. Ushbu sayyor sud jarayonida 50 dan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik holatlari bo'yicha sud tartibida yakuniy qaror qabul qilinib, fuqarolarga bojxona qonun buzilishi bilan bog'liq bo'lgan huquqbuzarlik holatlarining kelib chiqish omillari va ularning profilaktikasi bo'yicha tushuntirish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, surishtiruvchilar tomonidan huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda. Mamlakatimizda xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik oyligi doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv va tezkor texnik tadbirlar davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida noqonuniy giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan bot aniqlandi. Mazkur bot respublika miqyosida ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanib kelib, botda narkotik vositalar uchun to'lovlarni kriptoaktivlar ko'rinishida o'tkazish yoki ayirboshlash vazifasini bajaruvchi profil tomonidan amalga oshirib kelinayotganligi ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tezkor texnik ishlov hamda tezkor qidiruv tadbirlar natijasida ushbu profil foydalanuvchisi bo'lgan 2001-yilda tug'ilgan muqaddam jinoyat kodeksining 276 va 268 moddalar birinchi qismi bilan sudlangan shaxsning xonadoni ko'zdan kechirildi. Natijada 4 dona telefon apparati, 1 dona notebook va 4 dona turli xil fuqarolarga tegishli bank plastik kartalari, 6 dona sim kartalar, geroin, giyohvandlik vositalari hamda 30 million so'm pul mablag'lari aniqlanib rasmiylashtirib olindi. Hozirga qadar ushbu shaxs tomonidan jami 55 milliard so'mdan ortiq mablag' turli kriptohamyon manzillarga yuborilganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan ushbu jinoiy harakatlarni sodir etgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Respublika hududida o'tkazilayotgan keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida navbatdagi holatda Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop moddalar bilan bog'liq yana bir jinoiy holat aniqlandi. Samarqand viloyat Bulung'ur tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida 1995-yilda tug'ilgan shaxs giyohvandlik vositalar tarqalishida yirik sotuvchi sifatida faoliyat olib borgan. Boshqaruvda bo'lgan Gentra rusumli avtomashinasida kelib, xaridorga 2000 dona Zardex kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini 120 million so'm evaziga sotgan vaqtda qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan giyohvandlik oldi-sotisi bilan shug'ullanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 prim 1-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Samarqand shahrida o'tkazilgan xalqaro forumda davlat rahbari ta'kidlagandek, narkobiznesga qarshi kurashishning eng samarali yo'li uning moliyaviy manbalarini bartaraf etishdir. Agar uning moliyaviy arteriyalarini to'sib qo'ysak, bu illat o'z-o'zidan barham topadi. Bugungi kunda mazkur ko'rsatmalar ijrosini ta'minlash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan respublika hududida tizimli va qat'iy choralar amalga oshirilmoqda. Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashishda nafaqat ularni tarqatish zanjirini uzish, balki jinoiy daromadlar manbalarini aniqlash, moliyaviy oqimlarni bloklash hamda raqamli hisob-kitob kanallariga chek qo'yish bo'yicha kuchaytirilgan tartibda chora-tadbirlar olib borilmoqda.